هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Mana bu Rasululloh programmamizning 19-sonini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, hammalarga ma'lum bo'lgandek, bu ulug' muborak oy muhashbash tuguncha mana ikkinchi yarimiga kelib qoldik. Ramazonning 5-ida suyumli payg'ambarimiz, yo'l boshchimiz, ko'zimizning nuri bo'lgan Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamning ana shu go'zal so'zlab tugutib bo'lmaydigan darajadagi go'zal axloqlarini az bo'lsin qo'limizdan kelgancha o'zimizning hayotida o'zlashtirish uchun hayotimizga bir xil o'zgarish paydo qilish, mana bunday Ramazondan iborat o'zgarish bo'lgan bu oyda hayotimizning ma'nisiga ma'ni qo'shish uchun boshlangan programmamiz bugun inshaalloh 19-soniga kelyapti. Har kuni shu soatlarda ekranlarda bo'layotgan programmamizda har kuni ayrim mavzularda to'xtalyapmiz. Rabbim inşallah bugünkü günlüklerce tutkan rozalarımız ve barlıq amellerimizni Rabbim dergahıyla kabul kılsın. Aşbeştik için inşallah bu uluk aylardan mı ayrılımız inşallah öğrengen her bir dersi sözünü vatkan bu mol mezmunluk peygamberimizin hayatımızda yol başı bulduğun bu ahlakını özümüzü özleştirmeye aşka Rabbim müyesser kılsın da yine bugünkü programımızı devamlaştırırız. Bugünkü Şundaqla bundan burunqi davamlıq programımızdaki daimlik mehmini hamalar tanışıq bolğan dəvətçi Ustaz Şərq Türkistan Ölüm Ala Birliyi əzası Habibullah Kösənin təklif qıldığı qimmatli vaxtdan çıxırıb qədəm təşrif qılğanlıq üçün aldı bilən köp rəhmət etimiz. Sizlərə rəhmət. Rəhmət Allah razı olsun. Qadirlik görürmənlərimiz hamalar məlum bolğan proqramımız naq meydandan taqıtılıb oturdu. Proqrammağa əlaqədar bolğan suallarını ekran aldı çıxıb duruyatqan numaralar arqılıq bizə sorusanlar yoki yazsanlar bo'ladi. Biz aldığımızdaki programlarda inşallah ayrım cevap verimiz. Qeynaşadan yollab oturdu nimeşqa programı suallarımızga cevap verilmedi degandek programımızın vaqti qiz shuncha ixchamlasaqmi programımız belgilangan vaqtdan eshib ketyapti. Shuning uchun har bir maydonda so'ralgan savollarga javob beramayotimiz. Vaqtimiz bak qis bo'lganligi uchun inşallah bu suallarni yig'ib bir yerga Əmmisi məxsus şu programınınki mana bu Rasulullah programımızda düşkən suallara cavab deb bir program orlaşdırırız inşallah. Şunun üçün cavabsız qaldı deb ənsirmanı yoki boshqa şey düşünüb qalmaslıqlarını ümid qilamiz. Programımızın köpləb qeynaşımızdan foydalanishi üçün köprək həmbəhrləb qo'yishinglarni ümid qilamiz. Bugünkü baş temamız bo'lsa Rasulullah və o'smirlar degan temamizni qo'ydik. Bevosita programımızga kiramiz. Ustoz hamda hammamizga ma'lum, yani Rasulullah ve o'smirlar, yani o'smir bala farzand bu masalaga kirganda albatta bu ummatninki eng asosli yadroliq bir ullardan birisi hamda shundaqla ota-ona har bir ota-ona bo'g'ichiga berilgan cho'ng bir omonat. Buni zayo qilgan vaqtida uningki vabali dunyo va oxiratda. Oxiratga berib Allohning oldida hisob berishdan burun mushu dunyoda buni ihmol qilgan bu kichik o'smirlarni ihmol qilgan ota-ona boshda uning azobini dunyoda tatadigan gap hamda uning qaqshishlarini dunyoda tatadigan gap yaxshi tarbiyalangan vaqtida bugun biz Rasulimizningki o'smirlarga qanday muomala qildi, kichik bolalarga qanday muomala qildi, buni yaxshi bir o'rganib chiqish uchun bu temani o'tirib qo'ydik. Hamda boshda mushtondan kirsak Rasululloh kichik bolalarga qanday muomala qildi? A'udhu billahi minashshaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alemlerinin Rabbi bo'lgan Allah subhanahu wa ta'alaga barliq hamd sanolar bo'lsin. Jonijon payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga duo va salomlar bo'lsin. Ta qiyomatgacha haqqoniyat yo'lida yashagan barliq mu'min musulmonlarga Allohning rahmeti va hidoyati bo'lsin. Vatanimizga erkinlik, mazlumlarga hurriyat bo'lsin inshaalloh. Endi biz bu ulug' Ramazon oyida yashayapmiz. Her bir Müslüman bence biludi Ramazan'ı Allah nima uchun farz qilganligini. Allah Ramazan'ı la'allakum tattaqun, sizlarning bir taqvodor
darajasiga yetishinglar uchun farz qildim deydi. Endi inson taqvodor deganlik inson qalbida Alloh subhanahu va taoloninki sevgisining balki Allohning inson qalbida o'rnishi, qalbidan o'rin olishini ko'rsatadi. Taqvolik inson qalbida hosil bo'lsa, uning ish harakat, gap so'zlarida o'zgarish paydo bo'lib, ish harakat, gap so'zlari qiliplashadi. Endi biz dars orqali bu ish harakatning qanday qiliplish uchun bir o'rnak ko'rsatamiz. Masalan, men taqvo bo'lsam ish harakatim o'zgarish bo'ldi deysizmi? Ish harakat qanday o'zgarishi kerak? Ya'ni Rasulullohning ish harakati, Rasulullohning muomalasi, Rasulullohning kishilik hayoti va atrofidagi kishilar bilan qanday muomala qiladi, bu o'rnak bo'yicha bizda o'zgarish kerak. Ramazon oyi o'zgarishi edi. Shuning uchun mencha bu qilinayotgan dars har bir musulmon uchun pek muhim. Bizningki hozir qilayotgan davoyimiz uchun pek muhim. Dunyo oxiratligimiz uchun pek muhim dars. Nimishqa desa, hayotlik demak kishilik munosabat demak. Evet. Yani bu kişilik münasebetini biz nəhayət sübətlik, ölçəmlik, mədəniyyətlik, sapalıq qilish üçün Rasulullah'dan öyrənişimiz gerek. Rasulullah bütün dünyanın itiraf qilishi bilan, belki Allah subhanahu wa ta'ala'nın itiraf qilishi bilan ve innaka ala xuluqun azim. Sen hakikaten güzel ahlak egisi deb bütün etrafidagi kishilarga güzel ahlakla muomala qilgan. Shu qatorda bugün demoq bolalarga, o'smirlarga qanday muomala qiladi. Endi o'smirlar nimaga ehtiyojli? O'smirlar dunyoga kelgandan keyin birinchi bo'lib, ya'ni bir dunyoga bir inson keldi. Bu inson birinchi bo'lib sevgiga, mehribonlikqa muhtoj. Ikkinchisi, men dunyoga keldim, meni itiraf qil deydi. Meni qadrla, meningki mavjudligimni bil deydi. Şoň Rasulullah birinchi bo'lib mush kichik bolalarni qadrlaydi, hürmetlaydi ve şu aynı zamanda muhabbet bilen koynağa aladı. Resulullah küçük bal en ihtiyaç narsa muhabbet. Ata-anasının muhabbeti. Şunun için Resulullah mesela kadirlaydi desek bir günse Resulullah bir sorunda bir yerge mihmanda oltadı. Öýüniň egisi süt äp geldi hemde. Şu jagda süt äp geliş çoň bir mihmandarçylyk hemde. Tunç olup elbette sorunun çoň Resulullah bolgan eken, Resulullah içti sütni. Ýene-de İbn Abbas radıyallahu anh olturadı. İbn Abbas radıyallahu anh kiçik yani. Tahminen şu 7-8 yaş etrafında. Ma hadisini rivayet kıldılar. Şu jagda İbn Abbas tahminen 12 yaşta edigenler. Peygamber Aleyhisselam ölüp ketken wagtda İbn Abbas 13 yaşta Peygamber Aleyhisselam ölüp ketken. Şimdi şu anlar Resulullah sütünü içip bulup kaydı boyunca on taraftaki adamı biriş gerek. Lekin on tarafta olduğunda İbn Abbas 13 yaşlık bala, sol tarafta Abu Bakr, Ömer'deki çoğun kişiler olduğunda şu an Resulullah dedi ya gulam, bir ravata ya guleym dedi yani. Digine guleym digine küçük balda hem de şu 7-8 yaşlık balaga işte deydi hem de. Ya guleym ete'zenu li en u'tiye haula köydüm peygamber durup o küçük baldan ruhsat soraydı. Hey balam oğul çıkım degende. Oğul çıkım yani oğul jıtıl bunca sakam diyen geptem de. Sakam. Muha sütne may sol taraftaki çoğunlağı bireymi dep ruhsat sordu. Hem de bu yerda hayran kaldığı işleyecek. Birinci hayran kaldığı iş Allah'ın peygamberi. Endi olduğunu bir küçük bala. Eğer matrapta u'tiyali a'mamik dediğin sen tağıllarına bereyim deydi. Ma sütne ma içip oldum. Nöbetisininki lekin tağıllarına bereyim dep Resulullah'ın anında ruhsat soruşu. Resulullah'ın ne kadar sorun bildiğin edeplik, ahlak bunun bildiyse ikincisinden o küçük balalarını bana demeylem qanchalik hürmet kıldığınlık. Onun bir ornu varlıqını. Ha? Demek on tarafta onun hakkı. Demek ballardan ruhsat sorap, yani aşınanında bir ete'zenuli ruhsat kılamsa dep soruşu, yani aş ballaga hürmetini. Hem de bu yerda şu biz deyişimiz bu nayet aşta işlerken o dep. Nime üçün ballarını hürmet kılışımız gerek?
Chunki bolalar bizni hurmat qilish uchun biz ularni hurmat qilib, hurmatning nimaligini bildirishimiz kerak. Bu hurmatni nereden öğrendi bolalar? Özü kılınan hürmetten öğrendi. Bu şunun muhim. Mesela mening Ömer Raziyallohning qashig'i birisi keldi, balam gapni anglamaydi, uni qilmaydi, buni qilmaydi deb. Chunki sen balani hurmat qilmagan ekan, balani yaxshi hurmatning nimaligini bildirmagan ekan, seni bola hurmatlamaydi. Chunki hurmatning nimaligini uqmaydi o bola. Shuning uchun bak kichik bo'lsa-mu, uni hurmatlasak, bu hurmatlash bir adab axloqgan, hurmatlashgan bir qimmat qarashgan, hurmatlash musulmonning go'zal urf-odat ekan deb hurmatlashni o'rgangan gap. Shuning uchun bu vaqalikdan aynan shu kichik Rasulullohning kichik bolani ne kadar hurmatlaydiganligini. Masalan, şu an nima dedi? Ey Allohning payg'ambari, men sening og'zingdan eshib qolganni men boshqa denga beramayman dedi. Yani bu bola Rasulullohni ne kadar suydiganlik chiqdi dedi. Sening eshib qolgan suyingni boshqalarga beramayman, xafa. Bu nisbatan men o'zim ichime. Nima degan aqlliq, nima degan Rasulullohni yaxshi ko'radigan. Endi deb shuni fatallahu Rasululloh fi yadihi dedi. Payg'ambar shuni uni ash kichik bolaning qo'liga berdi dedi. Demak, birinchi qildish bizda mana shu men nima uchun bu Rasulullohning kichik bola qanday muomala qildi degan joyda nurg'un ishlar bor. Men nima uchun buni tanladim? Chunki bizda kichik bolaga bo'lgan hurmatlash degan narsa biz Uyg'ur madaniyatida yo'qolib kelayotgan bir ish mavzu. Kichikni ko'zga ilmaylam, manga adablam, paturuplam, silkishliniblam, itiraf qilinmay mana shunday ish bo'ldi. Shuning uchun ota aytaman, mana shuni akilishim, endi shu Ramazonda mana shuni ugunayli demoqchi. Chunki haqiqatan kichik bola qancha hurmatlab, qancha buni bir avaylab tarbiyalasak, bir sog'lom, pixsik, sog'lom odam bo'lgan gap. Uni xuddi bir qatam o'ta deganlik, xuddi bir notini sundirib o'tganlik. Hem bir vakalikinde manada meyran kalarlık. Resulullah'ın bir hizmetkar vardı. İsmi Enes ibn Malik. Enes. Şuna koyun. Yani ben Resulullah'a 10 yıl hizmet kıldım. Bir işini kısam ne için kıldın demedi, kımsam ne için kımdı diyen bir Enes. Enes dedi, Enes Resulullah'ın bir nimsi varken de inisi. İsmi Umar. Umar. Hem de Enes Resulullah'ın hizmet kıldıyken, aşağıya kilip gidip aşağıda oynayıp jürdüyken de şu an bir gün bu inan yo'qolib ketdi o deb. Ashni Rasululloh bayqagan edi. Tamam, bir balni yo'q. Inan yo'qolib ketgan go degan Rasululloh, ey Allohning payg'ambari deydi, ya Rasululloh. Ey Allohning payg'ambari, inimning bir o'ynaydigan qushquchi bor edi. Bu qushqash o'ylab qilib, shundan bechara ko'ngli erinmash uyda mushta turdi degan o'ylab baqsa. Hadis Buxoriyda bor. Qumu bina ilayhi. Kupungla biz onun kaşığı baraylı. Tamam. Küçük ola kuş ülep gitti. Köngli yerim. Bunu anlap Resulullah dep koyup kupungla dep aş balının ahvalını sorgulu badi. Berip Ömer tesmini dep çakırdı. Ya Umeyr. Ömer cenim. Ömer cenim. Ömer umukum. Ömer tatlıkım diyen gap tamam o. Arapçada. Ya Umeyr. Ma fealen nugayr. Kuşun ismi ya. Nim kuşunga nim boldu deb Rasulullah'ın teselli verip ataydan yo'qlab aldı adam. Endi o'ylab baqsa, şunun uchun mush vaqalikdan İmam Şafii 90 hükümni chiqargan. Biz Maidasi mashtal tarjima qilib 90 hüküm chiqargan. Cho'nglarning kichiklarni yo'qlab berishi, cho'nglarning kichiklarni hurmat qilishi, uy qushni shunday solab baqsa bularni bo'lmamdi deb 90 hükümni chiqargan-da mashanda. Tamam? Ana bu o'ylab biz endi bu Rasulullah'ның bir kichik bolani ash qush olib ko'ngilni elish uchun berishi, mush bolaning o'sib ketilishi uchun, Rasululloh bo'lgan muhabbat uchun, ya'ni nurg'un hayotida cho'ng ta'sirini qo'zg'ab, mush vaqalik 1400 yildan keyin bizga yetib kelishi bu ishninki ta'sirda bo'layotgan ish mana. Masalan, Rasululloh nurg'un ishlar bizga yetib kelmagan bo'lishi mumkin. Ma ish nima uchun yetib keldi 1400 yil keyin bizga? Shu bu ish şu Resulullah'ın hayatında sahabelerge bulup mu Enes radhiyallahu anhu'ga ve Enes radhiyallahu anhu'nun inisi Ömer'ge zor tesir göstergelikten bu ganışma. Şunun için kiçik balını Peygamber Aleyhisselam en hürmet kılattı ve onu bir insan deb biletti ve onunki mevcutluğunu kadirleydi. Şu katadan mesela
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu kichik vallaninki qadr qimmatini va kichik vallaning bir inson deb hurmatlanishiga ahamiyat beradi va boshqalarga ham shunday tarbiya qiladi. Masalan, Abdullah ibn Amir radhiyallohu anhu shunday deydi. Ma bo'lgan voqealikni o'zida turadi bizga. Bir kunisi anam meni chaqadi dedi. Ya'ni kichik bolda hamda. Ya'ni 6 yosh, 5 yosh vaqti. Anam meni chaqirdi. 5 yosh vaqtida yuz bergan ishni keyin cho'ng'ilib dapiradi hamda. Men kichik chig'imda bir kunsa anam meni chaqirdi, payg'ambar alayhisalom bizning uyimizda o'tiradi dedi. Deb chaqirdi. Amir Abdullah deb chaqirib, "Meklar bilan sen bir narsa bilan, meklar sen bir narsa bilan" deb chaqirdi dedi. Chaqirgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Nim birtingiz ma balga" deb anamdan so'radi dedi. Degandan keyin "U'tihi tamran." Ey Allohning payg'ambari balamni xo'miray degan desam, "Ama innaki law lam tu'tihi shay'an la kutibat alayki kizba." Shuni bilib qo'yingki, agar siz ochbalni voy buni bir narsa bilan balam meklarda bir narsa bermagan bo'lsangiz, siz yolg'onchilik qildi deb sizga yozilib qoladi dedi. To'g'ri, bu ayol yolg'onchi bo'ladi, lekin Rasululloh bu yerda nima demoqchi desa, abalni kichik deb abalning qadr qimmatini kichik ko'rishga bo'lmaydi. To'g'ri. Mana bu Rasululloh ya'ni ballarni qadrlaydi, ballarga hurmat qildi. Mushu hammadan meniki bilishga tegishli ish mushu. Hamda Rasululloh shundaqla ballar qanday muomala qildi desa, ballarning mushu ta'lim tarbiyasiga bak ahamiyat beradi. Bulubmu mush ballarning tavhid o'rganishga, ya'ni Allohni tunishga, Allohni bir bilishga mushning alohida ahamiyat beradi. Nima uchun deganda Alloh subhanahu va taolo bizni nima uchun yaratdi? Shu Allohni tunishga, Allohga ibodat qilishga yaratdi. Biz bu yashar nima uchun yashaymiz? Shuning uchun Rasululloh mush ballarning Allohni tunishga bak ahamiyat beradi. Shu qatordan Payg'ambar alayhisalom nima deydi? Bir kunsa shu Ibn Abbas radhiyallohu anhu. Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamninki orqasida edim, ya'ni bir atmu eshakmi minib ketib qolgan deydi. Kuntur ridfan nabiy sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambarning orqasida chaplashib o'tirdim deydi. Qala ya g'ulam dedi. Yine ya g'ulam degani shu bir bala bir 12-13 yosh kirgicha ya g'ulam ya'ni shu arliqda. Lekin mahadisda di vaqtda mush Ibn Abbas mush 12 yoshda deydi. Ya g'ulam ala uallimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihin. Ey balam yani balam men sana menfaat qildigan, ya'ni Allah menfaat berdigan bir cümlelerini öğütüp koyayım o dedi. Yani sana Allah'ın dergahida asqatıdigan, yani Allah sana faydalı bir qıpırdigan bir cümle sözlerini öğütüp koyayım o dedi. Dekin elbette öğütüp koyuslar desem, ihfazillaha yahfazk. Yani bu hemmimizin nasihat. Bu ne diyen gap? Sen Allah'ını yadeval, kalbinde saklaval deydi. Allah seni saklaydı deydi. Yani sen Allah'ını insandan çıkarıp koymasan, Allah seni insandan çıkarıp koymaydı deydi. Yani sen Allah'ını sakladığını, yani kalbinde Allah bolsun. Kalbinde her işinde Allah bolsun. İhfazillaha yahfazk. Allah seni saklaydı. Yani demek biz Allah'ını taşlamasak Allah bizi taşlamaydı. Biz kaçan taşlanıp kaldık, demek biz Allah'ını taşıp etkendikken taşlandık. İhfazillah tecidhu emamek ya ki tucahak. Sen Allah'ını saklasan devamlılık Allah seni aldığında var dedi. Yani sen Allah'ını saklavarsan devamlılık Allah'ını aldığını tapsa. Devamlılık sen Allah senin, yani Allah'ın himayesi bulsa dedi. Ta'arraf ileyhi fi'r-raha ya'rifke fi'ş-şiddet dedi. Sen bayaşat, sağlam, hoşallık günlerinde Allah'ını tanısan, beşinci gün düşkende Allah seni tanıydı dedi. Hemmimizge ders mavcu mu? Hemmimizge ballağlamaz. Ve izâ se'alt fes'elillah dedi. Eğer sen birine sorsan Allah'dan sonra dedi. Bu bizge nemin ögütüdü o dese,
bir xil oliy janoblikni, isil sifatlikni o'g'itadi. Ya'ni boshqalarni oldiga berib, amal ba, ya'ni o'zingni xorlab yurmay, Allohdan so'ra. İnsan nima uchun bu dunyoda xo'rlandi desa, shu uni oldiga berib, uningdan manfaat kelarmiki, buningdan bir narsa olarmiki, u qilib qo'yamay, Allohdan so'ra dedi. Va iza sta'anta fasta'in billah. Yardım muhtaç olsan, yardımını Allah'tan talep kıl. Sen Allah desen, Allah senin işini yolunu asan kıldı deydi. Ama Allah'ın taşlap koyup, onun bu suğusta ömülep, bunun tapını yalap, muşundak jürsen, özden biçar olsa, özden xor olsa. Kad ceffel kalem bima huwa kain. Allah nurgun işlerini bikitip oğan deydi. Nurgun işlerini bikitip oğan, kalem. فَلَوْ أَنَّ الْخَلْقَ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Bütün dünyadaki insanlar sana bir payda yetkizishni o'ylagan bo'lsa, bütün dünya xalqi ittifoq qilib, sana bir manfaat yetkizishni iroda qilgan bo'lsa, Allah buni yozmagan bo'lsa, Allah iroda qilmasa, Allah ruxsat qilmasa, qo'ldan kelmaydi. Bütün dünyadaki insanlar sana bir ziyon salamiz desa, Allah iroda qilmasa, ziyon silish qo'ldan kelmaydi. O'ylab baqsan, agar mush itiqod, mushu tushuncha bo'yicha yazsak, nima degan jasur, nima degan erkin, nima degan yurkimiz to'q yashaymiz. Biz shu g'ing qilib shu haliqi materialist bo'yicha yashaymiz-da endi. Ey Alloh ba, to'g'ri sabab qilamiz, ammo qalbimizda dunyoning asosliq ishini tutib turayotgan Alloh. Bütün ish Allohning ilkida, cho'ng xod Allohning ilkida degan uqumni chiqaraman. Bu sabab natija deymiz. Shu sabab natija bu o'tning ko'ydirishi Allohning irodasidan bo'ladi. Suvning oqtirishi Allohning irodasidan bo'ladi. Alloh o'tni ko'ydirimiz ko'ymaydi deb tushunishimiz kerak. Ibrohim alayhisolamni ko'ydirmagandek. Ya'ni bu tavhid yutadi-da, ya'ni haqiqiy bir Allohga bo'lgan iymon tushuncha yutadi. Deb bo'lib, va annal faraj ma'al karab. Xo'shallik taslik bilan birga bo'ldi. Yoki keng kushadilik, azodilik bir xil taschilik bilan bo'ldi deydi. Taschilikdan kim emas shu birga bo'ldi deydi. Shuning uchun biz inshaalloh Uyg'ur xalqining beshiga mushunda taskin keldi. Bizga shunda xo'shallik bor. Ay og'zimizni ichib qolgandek xo'shallik berdi Alloh subhanahu va taolo. Shunda ishonchimiz bor inshaalloh. Tamam? Bizning mushunda xo'shallik bo'ldi. Va anna ma'al usri yusra. Har qanday tas ishlidan bir osonchilik bor. Mana 12 yoshlik bolani mush uqum, mushu tushuncha, mush qimmat qarashdan cho'ng bo'lsa, ashundoq mana shuning Ibn Abbos desa, bütün islom dinida birdan bir shaxsda hamda. O'ylab baqsa. Yana Rasululloh mana mushda ya men 12 yoshdaman, 8 yoshda edi. İbn Abbos ishi mush 8 yoshda edi. Hozir 8 yoshlik bola bir nimani anglab qolgandim, bir kulkulik gapni. Bir dada bir balasiga 10 liradan 5 liradan 5 lira bo'lib, balam ma 5 liraga tuzak kirgan, ma 5 liraga shika kirgan deb yo'l sepdi-da. Yarım soatdan keyin dada qaysi 5 liraga shika, qaysi 5 liraga tuz oldi deb. Tamam, 8 yoshlik bola bu holatda ma 8 yoshlik bola Rasulullohning nima qilyapti qarab baqsa. Subhanalloh. Ya'ni demak Rasululloh mushlarning ta'limisiga, bo'libmi dinni bilishga, chunki kichik chig'ida bu Alloh sevgisi, din qalbiga singsa, bu Rasul. Masalan, Amr ibn Abi Salama, Umar ibn Abi Salama bu Rasulullohning tarbiya o'g'li. Ummu Salima onamizniki, Ummu Salama onamizniki o'g'li. Ya'ni deydi, kuntu gulaman fi hijr Rasul sallallohu alayhi vasallam. Men Rasulullohning quchqida kichik bola edim deydi. Tamoq yeganda qo'llarim u yerga bu yerga uzrab ketdi deydi. Nima? Hozirgi nurg'un kichik bola. Actually bidam anagan mushtaqildi. Faqala li Rasul sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambar alayhisalom mana shunday dedi. Ya g'ulam, balam, samillah. Tamoq yeganda bismillah degan. Ve kul biyeminik, uhun kulağından yiyin. Ve kul mimma yelik, aldığından yiyin. En güzel şekilde. Güzel şekilde. Tillimidi, tınımkımidi, şuna ama. Şuna minin, bunun, şunu deyken tamak yiyiş usulüm muşu bulup gitti dedi. Neyim için? Muş vakalikini üzdep bir vatıdı.
Rasulullah en güzel şekilde hakaretlemey, silkişlemey, düşkellemey, şunama yani ügetdi bununla. Demek Rasulullah mana balla qanday muamele qiladi desek, aldı bilan ballani hurmatlaydi, mehr muhabbet ata qiladi ve naydi güzel usul bilan ballaga terbiye beradi. Mesela hammamiz bilamiz, Anas radhiyallohu anhu shunday deydi. Men Rasulullahga 10 yil xizmat qildim. Men kichikdim dedi, 10 yosh. Endi men kichik bo'lgandan keyin bir xo'jayin o'zining xizmatkordan talab qilganda talab bo'yicha bir ish qila olmaydim deydi. O'zi işte deydi. Mesela leysa kullu mirin kema yashtai sahibi ana kun deydi. Yani bir adam xo'jayini talab qilganda bu qilmaydi. Men işte adam edim. Shunda bo'lsa-mu Peygamber Aleyhisselam bir haqiqatda meni uf deb bakmadı. Demek Resulullah ballağım şundak. Yani mesela bir günse İmam Hasan bilen Hüseyin İmam Hasan bilen Hüseyin Resulullah namaz oquvasa dümsek sakrab chiqib oldi. Şular dümsek sakrab chiqqan ekan sajdadan qopqanda Resulullah tutib qopdi deydi. Tutib qopib tushirib qo'yib, yeni sajda qilganda dümsek elib mindirib qo'ydi deydi. Tamam? Hazır biz açta qilsak çok bollarni namoz qildi bu bollar osonmamdi yapsam deb uyda hamda ovozimizni chiqiramiz. Rasululloh qanday qildi dedilar? Dumbisi bundan tundaq tutib tushirib, yeni sajda qilganda mindirib qo'ydi dedi. Qopqan chaqda quchoqlab qopib namozni tutib o'qib, yeni qilib qo'yib ruku qilmashdan namoz o'qidi. Mana bu Rasulullohning. Shuning uchun Anas ibn Malik ama guvalıqa Anas ibn Malik Rasulullah bilan bir uyda yaşap nim deb guvalıq bo'lamiz. Ma ra'aytu ahadan kana arham bil iyal min Rasul sallallohu alayhi vasallam. Men ballarga Rasulullahda kuyimchan yin bir insonni ko'rib bakmadım dedi. Ma Rasulullah bilan bir uyda 10 yil yashagan odamlar degan gapda ma. Rasulullahda kuyimchan bir odamni ko'rib bakmadım. Hamda mishad axir tugtay gapimni. Gapim tugtay. Hamda Rasulullah ballani shunda qadrlaydi, shunda kuyitdi. Bu qachonsa 1400 yil burun. 1400 yil burun Rasulullahning qilganini shu vaqtdagi madaniyatda nima deb tushunadi desa, erkishdagi bir xil bo'shanliq, bir xil lamzallik deb tushunadi yani. Bir xil bo'shanliq, bir xil biz kucha lamzallik deb qo'yamiz. Ya noyada qilg'inishidan ish qilib bundoq hayvatlik erlik qilmaydi deb biladi. Ma muhim cuma hazır mesela hazır vay barını hürmetleyle barını köyde desek hem adam to'g'ri shunda qilishimiz kerak dedi. Rasululloh manda qilgan chaqda jamiyatda unda tushunmaydi. Ballag'i bak voy voy deb ketishni bir xil ayib sanaydi. Erlardagi bir xil ojizlik bu deb qaraydi. Shunga masalan Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam bir kunsi Hasan radhiyallohu anhu so'ygan vaqtida endi Aqra ibn Habis degan bir sahoba bor edi. Ya Rasululloh bu balni so'ydiganligi meni 10 balamma bir qatam so'yib baxmidi deb bunda faxrlandi. O'ylab baqsizlar. Biz Rasululloh ani qildi, Rasululloh mani qildi degan chaqda hozir shu ishning o'zi madaniyat hisoblanib bo'lib qoldi. Onliq ammo Rasululloh bu ishni qilgan vaqtda ma jamoat mani tushunish kerak. Rasululloh buni qilgan vaqtda balig'i voy voy deyish, balni mandaq bir akiltish, balni suyish u shu vaqtda bir erlikka ta'sir etkazdigandek, erlarning haybatiga erlarning surini tushiradigandak manda ish qildi. Shunday deydi. Peygamber Aleyhisselam Hasan raziyallohu anhu söylese ya Resulullah bunu suydikanlık islama 10 balama birini yapaq bunu hazırlıca degan Peygamber. Nim deb javob berdi? Men la yarham la yurham. Merhamet ko'rsatmaganlarga merhamet ko'rsatilmaydi. Mehribon bo'lmaganlarga mehribonlik qilinmaydi deb javob berdi. Demak Rasulullah'ningki ballarga muomalasini shunchalik en muhimi ta'lim tarbiya, mehr muhabbet, qadrlash. Xo'sh, endi islomda bolaning huquqlari haqida biroz to'xtalib baqsak. Yaxshi savol bo'ldi, chunki hammamiz ota-onani qadrlash, voy ota-onani qadrlash deymiz. Bu ota-onani qadrlash butun dunyoda hammadan bilgan ish. Ammo bolalarning-chi bolalarni qadrlash, bolalarning huquqini ota-onalar bilish bek muhim. Bolalarningki huquqi bolalar tug'ilmasdan boshlanadi dinimizda. Bütün dünyada balların hukuku tug'ilgandan keyin başlandı. Ama bizning islomda balların hukuku tug'ilishdan burun başlandı. Anasını yaxshi tanlash.
Birinchi huquqi onasini yaxshi tanlash. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tahayyaru li nutafikum degan. Ballalaringlarning onasini yaxshi tanlanglar degan. Shuning uchun birinchi haq onasini yaxshi tanlash. Bilimlik, axloqi go'zal, sapolikni tanlash. Chiroyiga, pulga bunun qarash emas. Eng muhimi axloqi va bilim bo'lish kerak. Bu ikki shartni bilish kerak. Yani axloq eng muhim shart. Ondan keyin onasi bilimli bo'lish kerak. Chunki bo'lmasa bolani tarbiyalaymaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi demak, din demak ya. Ha, albatta. Din demek yani ahlak din yani mesela bir pulun 200 desek 100 ahlak 100 din. Yani belki dinin cevheri ahlak. Dinin cevheri ahlak. İkincisi mana biz Ramazan yaşavatımız hazır. Balının hakkı eğer anısının qo'shiqdagi bala eğer ro'z tutish orqali şu bala ziyonga uchraydigan bo'lsa anısı ro'z tutmaslik. Bu balının hakkının qatoriga kirdi. Bir fatvoda. Deyishdik ya buni. Chunki payg'ambar alayhisalom la tajni ummun ala waladiha. Ana balasi ziyonkashlik qilmasa. Degan hadis bor. Shuning uchun agar bola onasini qo'shiqqa turib uzuqlik yoki onasi ro'z tutgan sababli bola ziyon bo'lgan bo'lib qolsa ro'z tutmas. Buni kayfiga ko'ra bo'lmaydi, shu doktorlarniki nasiga doktorlar. Shundaqla bolalarning haqqi, ajoyib haqqi bormi? Mama anasının qo'sini tug'ilmaslik haqqi bu. Bir ana hamilken dadisi o'lib ketibdi. Ashunda bo'lib qolsa, mirasning 20 yoki ma'lum qismi ayrilmay qo'yib qo'yildi. Nima uchun desa, o'g'il o'z bir xil miras, qizi o'z bir xil miras keldi emasmi? Shunaqa miras, mol-mulk ayrilmay qolib qoldi. Bu mashu tug'ilmagan bolaning haqqi. Ballarninki bu hamda ben qisqatib bilday. Ananınki mushu ballarninki o'zininki nasibini bilish, nasabini bilish haqqi bor. Bunda deganim dadisi, onasi kim o buni bilish haqqi bor. Endi masalan men bir bir ishonchlik statistikani o'qib qoldim. Bazı davlatlarda, Yevropa davlatlarining ba'zida 40% balaning nasibi dadisi kimligiga aniq emas ekan. 40% bala. Yani anasının familiyasi bilan. Nüfus defterida anasının familiyasi bilan. Ma dinimizde balaning shunda bir haqqi borki, mening dadam kim o? Aniq nasabini bilish haqqi bor. Shunchalik chuqum familiyasi nüfus defterida bo'lishi kerak. Bu mu balalarninki bir xil haqqi hamda. Mesela andan keyin bilimiz aliqi bal tug'ilgandan keyin aqiqa 7 kun bo'lganda aqiqasini qilish. 5-ni tushirib, chashninki eg'irligida oltin qimmatida sadaqa berish. Bu balalarninki güzel ism qo'yish degandek. Andan keyin masalan balaninki imish haqqi bor. Balaning onasi aliqi nima sun'iy sut emas, tabiiy onasidan imish haqqi bor. Ba'zi onalar andaliqi o'zininki ma pigo deymiz aliqi. Ojizligida. Yo'q, masalan, satlashib ketmaydi. Ha. Jismimiz bir pigorimiz deb qo'ydi hamda pigorimiz buzilib ketmasa, ya'ni badan qurilmamiz buzilib ketmasa deb imitmaydigan onalar. Yo'q, balangizning 2 yil imish haqqi bor. Bunu bilishimiz kerak. Val validatu yurdi'na awladahun hawlayn kamilayn. Liman arada an yutimma ar-rida. Shuning uchun ulamolarimiz mush balninki imish haqqi bor degan. Shun bilan birga güzel ism qo'yish, uni deyishdik. Masalan, biz cho'ngmasak Supurgaxon deb ism bordi. Bizning bir qo'shnimiz bordi, ismi Supurgaxon. Qani Paltaxon. Yo'q, qo'yma unda ismni. Paltaxon, Supurgaxon shunami? Payg'ambar alayhisalom bunda ismlarni güzel ismini o'zgartirib atgan. Uni shuni bilan birga balaninki nafiqa deb qo'yamiz. Uy, yemak, kiyim-kechakning ota-onasining to'liqlab berish. Ota-onasining berish haqqi balaning huquqlaridan birisi shu. Men seni baxtim deb yo'q. Ash bala 18 yoshga kirgacha sening balani beqish majburiyating bor.
Balag'at yetkicha. Balag'at ketdi. Hozir qonunda 18 yosh deyapti qanday. Buning uchun shuning bolalarni haqqi shu biqish, yaxshi ta'lim tarbiya berish, o'qitish. Ba'zilar o'ylab qo'yish deydi. Mishagichlik ota-onaning haqqi bu, ota-ona ustidagi majburiyati. Balaning huquqi bu. Kafa bil shuni payg'ambar alayhisalom deydi. Kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut deydi. Baqadigan yani qut yani uzuqluq beradigan oilasini vayron qilishdimi, yani baxmay tajvidishdimi cho'ng gunoh yo'q deydi. Shu qatordan balalarning haqlaridan hamma balalarni o'xshash ko'rish. Ma balam askiraqti uning mundaq, ma balam obdaraqti, ya ma o'g'lim, ma balam qizdi, ma balam o'g'il akakti, ma balam aqlliqti, ma balam do'tti deb arishqati hamma balaga o'xshash muomala qilish. Mehr muhabbatni o'xshash berish, kiyim kechak, yemak ichmak, hamma ishda o'xshash qilish. Bu balalarning haqlaridan birisi. Chunki adolat bo'lish. Payg'ambar medisi bor, yani bir balasiga beribdi, bir balasiga nurg'un bir narsani berib, Rasululloh mening guvoh bo'lgancha boshqa balalarning ba'dan bo'lsa, yo'q boshqa balalar ba'mda, ma balam men unda zulm ishga nim bo'lmayman deb. Ondan keyin balalarning hozirgi o'qish haqqi yoki tarbiyalanish haqqi deb qo'yamiz. Eng asoslari. Shuni payg'ambar alayhisalom deydi: "Kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi" deydi. Sizlar hammanglar padchi, hamma odam o'zining padisidan so'rildi. Ya'ni sening balang, sening padang. Shuning uchun buning ta'lim tarbiya haqqi bor. Ta'lim tarbiya haqqi va davolatish haqqi o'sha balalarningki, otasining ustidagi haqqi, ota-onaning buning nimasi majburiyati bor. Shuna o'xshash Abu Rasulullohning balalarning shaxsiyatini hurmat qilish. Bu bek muhimchi. Bizda o'sha kichik bolalarni menga deplam g'urur tegdi. Masalan, payg'ambar alayhisalom qanday qildi? Ya g'ulam ata'zanu li an u'tiya al-ashyaq deb so'rdi endi kadamdan. Ma sutni ma tag'laringga bir ikki ming ruxsat qilamda deb ruxsat so'radi. Bu nimani bildirdi? Shu balalarning shaxsiyatiga hurmat qilishini bildirdi. Shuning uchun balam kichikdek binas bilmaydi, balam uxmaydi, bu butunlay xato. Balla deydi. Shu 2 yoshlik bola uydagi bo'layotgan ahvollarni his qildi deydi. Ammo inkos qaytarmaydi deydi. Hatto sinov olib baxtida, masalan, onasini qo'shiqdagi bolalarga musiqa qo'yib turib, Qur'onni o'qitib, bunda sinov olib bo'lsa, bolalarning har bir narsani anglagan chog'da, masalan, onasining xafalık tatganda bola ichida bunda qaytib oldi ekan qarsizlar. Qo'saqdagi bolani tatib bildik. Qo'saqdagi bola bildi. Shuning uchun bizda voy kichik bola bilmaydi degan gap, siz bilmaysiz, bola biladi. Buni bilib qo'ying. Sizning bilmaydi degingiz bilmasligingizni ko'rsatadi. Bola biladi aslida. Shuning uchun balla bilmaydi degan kalla bu uqum kallamizdan chiqadi. Balla biladi, his qiladi, lekin inkos qaytarolmaydi. Ballalarning adolatli bo'lish orasida dedik-da, masalan 3-4 balasi bor odam. Masalan, kiyim olsa, hammasiga o'xshash vaqtda elish shartmi? Yo'q, men unday emas. Masalan, ehtiyoj qarta olamiz. Masalan, kichigimi 10 so'm, cho'ng'imi 10 so'm deb beraman. Yo'q, u men barobar dedim, adolat dedim. Bosh nurg'un haqlar barobar bilan adolatni o'qimaydi. Shu adolat, shundaymi? Masalan, hamma odamga barobar desak, yaxshi ishlagangimi, baland ishlagangimi o'xshash bo'lsak, barobar bergan bo'lamiz. Lekin adolat bo'ldimi? Adolat bo'lmadi. Adolat hamma odamning yarasha nima qilish. Masalan, bir odamning 2 ayoli bor. Cho'ng ayoldan 10 balasi bor, kichik ayoldan 2 balasi bor. Onun oyda 2000 ko'y, mana 2000 ko'y bo'lsa, barobar bergan bo'ldi. Islom barobarni qilmaydi. Islom adolatni. 10 baliq 10 balcha, 2 balcha, 2 balcha birsanda uni. Ma adolat. Xo'sh, endi so'zlab kelsak, haqiqatan yana nurg'un ma'no chiqdi, buni ichidan chiqaraveramiz. Biroz vaqtimiz yana qistab qoldi. Endi farzandlarimizni qanday tarbiyalaymiz deb tugatsak. Bo'ldi. Endi hammamiz bilamiz, farzand xuddi pul-mol bizga omonatdek, farzandmi Allohning bizga qo'ygan omonati. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Tahrim surasining 6-oyatida Bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara deydi. Ey iymon etgan mu'min musulmonlar, sizlar o'zinglarni va oilanglarni do'zaxdan saqlab qolinglar deydi. Buni chunki bu qanday qanday?
Qanday saqlab qolamiz? Demak, shu bolalarni Allohni tuntish, yaxshi tarbiyalash, yaxshi o'qitish, yaxshi adam qilish bilan saqlab qolamiz. Yine oyatda wa'mur ahlaka bis-salat wastabir alayha deydi. Ballariңni namozga buyuru va izchil sabr qil deydi. Wastabir degan sabr qil emas, izchil sabr qil. Elige bir qatam o'qitib, ikki qatam o'qitayveram dem. Yo'q, namoz o'qiydi, yo'q, ashsa. Elige bir gap aytchu. Ata-ona balga qancha yosh kirish nasihat qildi degan bir savol bor. Desa, o'lgicha deydi. Ata-ona balga o'lgicha nasihat qildi. Hem müşahedeki ayette balınınki ata-ananınki örneklik rolününki nayet muhim işlerini tekledi. Yani sen 10 eğiz gap qandın, sen özün kız qıp durup çaqasan. Bu mesele manda meselemdi. Ta'siri ve şey oldu da. O muş bal tarbiyalash haqida men buni hozir kelmoqchidim. Men kelay hozir, bir 5 kelay hozir. Endi demak, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Muşu ballarni tarbiyalash qu deya emr emdi. Shuning uchun balni tarbiyalashning hukmi farz. Namoz o'qish, zakat berish farz bo'lgandek, bal tarbiyalashning hukmi farz. Buni bilish kerak. Tarbiyalamagan odam gunohkor bo'ladi. Bu o'shnama. Ikkinchidan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam deydi, mushu balni yaxshi tarbiyalamagan odamning jannatning purqini puramaydi to'g'riliq hadis bor-ku. Mana olib tursa. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الله سبحانه وتعالى bir bendiga bir ra'iya degan shu bir puhra degan bo'ldi yoki sening qo'l ostindagi odam degan bo'ldi, ya'ni padang degan bo'ldi. Omonat qo'ydi ekan. Shu omonat ekan, ya'ni bala omonat. Şu balga yoki o'zining ostidagi odamlarga xiyonat qilib yoki aldamchilik qilib bu dunyodan o'lsa, o'lgan kun uning jannat harom deydi. Bunda degani bu bala Allohning san qo'ygan omonati. Buni yaxshi tarbiyalaysan, yaxshi odam qilmay, o'lab ketsan, balga saxtipazlik qilgan bo'lsa, jannatning burqini ko'ramaysan deydi. Jannat san harom deydi. İmam Buxoriy Muslimninki hadisi. İmam Buxoriy bir hadisi var. Allah bir sening sana bir adamni bir amanat, yani farzandingni amanat qilib qo'ygan bo'lsa, sen uningga shu nasihating bilan shu balni kunbatmasan deydi. Nasihat bilan, yani yaxshi tarbiyalash bilan shu balni nasihatga, tarbiyalashga kunbatmasan, kunbatma, yani yaxshi adam qilmay, yaxshi tarbiyalamay, tarbiyalash mas'uliyatini ado qilmay bu dunyodan ketsan, jannatning purqini olmaysan deydi. Yani bar tarbiyalash yaxshi ish. Voy balimizni tarbiyalaylik. Gap bu yerda emas, gap bu yerda jannat, do'zax masalasi bu. Shuning uchun Alloh sen bu ne'mat farzand berdi ekan, sening majburiyating balni yaxshi tarbiyalash. Tamam. Endi hatta bu yerda Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam qizvallarning tarbiyalashining muhimligini ta'kidlagan bu yerda. O'g'ildan qiz muhim. Man ibtuliya minal banati bi shay'in fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nar. Kimmi mush qizlar bilan imtihon qilsa dedi. Sening qiz balaning o'zi sen uchun imtihon dedi. Shu qizni eng go'zal shaklda tarbiyalasa, qiyomat kunsi do'zaxdan qalqon bo'lib turdi shu qizlar dedi. Endi bu nima uchun mashada qizlar muhim, qizlarga alohida payg'ambar ta'kidlagan desa, bir millatning qizini tarbiyalaganlik shu butun millatni tarbiyalaganlik. Nima uchun? Millatning 60% qiz bo'ldi. Nega bo'lsa qizlarning nufusi o'g'illardan jiq. Xitoydan boshqa yerda. Xitoylarda o'g'illar qizlardan jiq. Nima qilsa, tug'ut chekdigandan keyin doktorxonaga borib qiz bo'lsa o'ltiraverib bular o'g'illar. Shuning uchun qizni tarbiyaladik, jamiyatning 60% tarbiyalagan gap. Qolgan 40%ni kim tarbiyalaydi? Shu qiz tarbiyalaydi, ona tarbiyalaydi. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom qizni tarbiyalashning bak muhimligini ta'kidlagan bu yerda. Yana bir hadis sharifda kimki ikki qizni tarbiyalab qo'ysa, qiyomat kunsi men bilan mushunda bo'ladi degan payg'ambar. Shuning uchun biz Uyg'urlar aksida o'g'ilni o'qitsa da qizni o'qitmaymiz. Qiz o'qib nima ish qilardi? Cho'ngib ketdi. Haqni odami deb. Dal aksi bizda bir o'g'il, bir qizimiz bo'lsa, agar ikkisini birini o'qitish, birini bilimli qilish kelsa, qizni qilish kerak.
Bu mühim. Endi qanday tarbiyalaymiz? Kelayli. Qanday tarbiyalayimizning birinchisi qanday tarbiyalashni bilishing kerak. Hamma atani o'zimizdan so'raylik. Bal tarbiyalash haqida qancha poch kitob o'qidik? Shu kitobni o'qimagan atani gunohkor. Chunki sen bal tarbiyalashing uchun bir farz. Sen tarbiyalash uchun bu tarbiyalash bilmasan qanday tarbiyalaysan? O'zingning mijoz xarakteri yo'q. Ne qanday xohlasang shunda tarbiyalaysan. O'zing to'g'ri degan bo'yicha tarbiyalaysan. Unda bo'lmaydi ishlar deganingki. Bal tarbiyalashning o'zi ilmning ichidagi eng zo'r ilm. Chunki bu inson tarbiyalash. Kelajaklarning avlodlarini Sharq Turkistonning kelgusini tarbiyalash masalasi bu. Shuning uchun bu sal qaraydigan masala emas. Xashlaygan pulingni musha xashlaysa, bütün kuchingni mishaga chiqarsa, sening ibodating mush bal tarbiyalash. Bo'libmi onaninki. Shuning uchun balni qanday tarbiyalaymiz deganga birinchi javobim oldi bilan bal tarbiyalashni bilishing kerak. İkinci cevabım sen balangni qanday tarbiyalamoqchi bo'lsang, shundoq sen o'zing bo'l. Asıl degan gap shu. Örnek. Chunki men mana bar tarbiyalash haqida diniy kitoblarni o'qidim va g'arb dunyosining kitoblarini o'qidim. Hammasi bir nuqtaga ittifoq kelgan. U bo'lsa-mu ota-ona balalarning o'rnaki degan. Shuning uchun ota-ona bak yaxshi o'rnak bo'lish kerak. Bu bal tarbiyalashda bütün dunyodagi mush sohadagi kishilar ittifoq kelgan bir ish mavjud bal tarbiyalashda. Ya'ni balangning qandoq odam bo'lishini orzu qilsang, sen shu odam bo'l. Bu bek muhim. Üçüncüsü sen hürmetli dadı bo'lmay, suyumli dadı bo'l. Bunun diyenge hürmet koymasın. Sırlık bunu. Hürmet, o balam hürmetleydi seni. Hürmetlesem ya mecbur hürmetlese ya hürmetleyse. Şuna ama yok. Sen hürmetli dadı bo'lmay, suyumli dadı bo'l. Bunu qanday farqlandirmaysiz? Sen uy kirganda balanga hit olamdı yoki sen uydan chiqib ketganda balanga hit olamdı. Ama Dodus kirslam shunda xuddi bir soqchi kirgandek, nima kirgandek, hammamiz shundoq. Xotinim shundoq bir xil tamtirgan, bolalarim bir xil. Chiqib ketgan ekan, uf ya. Mana shuning sen hurmatli dad bo'lmaysa, suyumli dad bo'lsa. Buni bu bar tarbiyalashdagi 3-muhim nuqta. Oxirisida men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bir xatarli hadisi bor. ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. Bir bala sağlam fitret üstü doğuldu. Yani Müslüman alat doğuldu. Nega Müslüman alat doğuldu ya? Yağınga qilishni bilmaydi, o saxtipazlikni bilmaydi, o satga qilishni bilmaydi, o shunda sağlam aqdabda alat doğuldu. Arqidilab fa degan gap uzoq o'tmay, arqidilab atanasi buni Yahud Nasara majus qilib deydi. Qanday qilib dedi? Çünkü balını yaxshi tarbiyalamay yoki balga yaxshi o'rnak bo'lmay, sağlam yaşqıça urush cheklanlik shariat. Shunday payg'ambarning hadisida namozga